Xo'sh, video yondimi? Xo'p, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Pixel do'stlar. Bugungi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videoda bizlar nima qilamiz? 100 ta zombiga qarshi qilamiz do'stlar. Kanalimiz ham ketdik do'stlar. Nimaga skinlarim, yerlarim o'zgaryapti desanglar, boya meni zombi o'ldirib ketgan edi. Shuning uchun xo'p, hozir mana ularni mana yerga qo'yib olamiz. Hozir men kreativdaman, survivalga o'tib olaman do'stlar. Kanalimiz ham ketdik survivalga. Game mode hozir Game model survival. Mana do'stlar, survivalga o'tdim do'stlar. Qani endi boshlaymiz videoni do'stlar. Sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib ketinglar do'stlar. Kanalimiz ham ketdik. Ana u yopishqoq narsa meni o'ldirgan edi, shuning uchun joylarim va kiyimlarim o'zgargan edi. Xo'p, mana yerda narsalarni tayyorlab qo'ygan edim do'stlar men. Xo'p, mana ularni olamiz. Hozircha menga 9 ta granata bilan mana bu AK kerak menga. AK keyin mana bu nima edi, avtomatlarning nomini ham bilmayman. Короче, go'zallaydigan nima? Короче, snayperga o'xshaydigan avtomat bilan otamiz hozir mana. Ishonmaysizlar do'stlar, mana ichida zombilar ko'p do'stlar mana. Ko'ringlar zo'r. Endi mana uni ichiga kirib otamiz do'stlar. Kanalimiz ham ketdik do'stlar. Sizlar video boshlamasdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Kanalimiz ham ketdik. Do'stlar, odam nima zombilar ko'p ekan do'stlar. Tak, mana yerni hozir mana yerda otib ko'raylik. Otmas ekan. Tak, mana yerdan otamiz. Mana bu mana uni o'ldirish kerak. Xo'p, mana o'ldiramiz. Hozir yopishqoq narsalar meni nimamga tegyapti, jahlimga. Xo'p do'stlar, manamiz hozir avtomatimizni o'qita olmam bo'ldi. Akretni endi mana bu bilan otamiz, snayperga o'xshaydigan. Tong qilib olamiz do'stlar. Mana tong ham bo'ldi. Mana yerdan otamiz do'stlar. Tak. Mana birinchisi oldi. Zo'r mod ekan bu. Kanalimiz ham ketdi do'stlar. Qolganini ham o'ldiramiz do'stlar. Granatani loqtiramiz birinchi ichiga. Xo'p. Qanaqa bo'lishi menga ham qiziq do'stlar. Shuningdek kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Tezroq 150 mingta bo'laylik deyman-ku. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim 3000 tadan oshganmiz do'stlar bizlar. Do'stlar, qochdik. Yo, nima oz qoldi. Yo, do'stlar, qoching. Mana yerni buzdi hozir do'stlar. O'qimni olay. Avtomatim mana do'stlar, mana bu sandiqda hamma narsani solib qo'yibman. Mana ularni loqtirishim kerak, ichga solib qo'yamiz hozir do'stlar. Tez zombilar kelib qolishi mumkin do'stlar. Shuningdek mana bularni mana yerga qo'yamiz hozir. Ana keldi do'stlar, zombilar keldi. Yo-mayo. Yarimta jon do'stlar, qaranglar. Mana, qaranglar do'stlar. Xo'p do'stlar, yarimta jon bilan ham o'ynayveramiz do'stlar. Ko'ringlar degan umiddaman. Mana bu nonni yeb olmasak bo'lmaydi do'stlar. Hozir jonim ko'payishni boshlaydi. Mana do'stlar ko'paydi. Endi mana yerdan avtomatimni olishim kerak yoki granata olaylik do'stlar. Granata ko'p kerak bo'ladi do'stlar. Mana bu mosorlarni tashlab olish kerak. Endi unga ham vaqt ketadi. Shuningdek, yarimi turaversin, yarimini solib tashlaymiz do'stlar. Mana ular turaversin. Nonni mana yerga qo'yamiz do'stlar. Mana yerdan bitta avtomat olamizmi do'stlar? Halayli. Tak, mana uni olamiz. Bo'ldi do'stlar, ketdik do'stlar. Endi hozircha non yeb olamiz do'stlar. Tak, mana yana kelyapti do'stlar. Do'stlar, ko'ringlarmi, zo'r mod bu. Bu modni olmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimda tashlab qo'yaman do'stlar. Tak, mana ular ham o'ldiramiz do'stlar. Ichida ko'p zombilar bor. 100 tadan oshiq zombi bor. Men sizlarga 100 ta zombi bilan kurashishni aytib edim. Mana do'stlar, 100 tadan oshiq do'stlar bu yerda. 200 tacha bor zombi do'stlar. Zombi bilan creeper, o'rgimchak bor, hamma narsa bor. Skelet ham bor do'stlar. Shuningdek, mana zombini o'zi kelyapti. Tak, otamiz do'stlar. Bu videoda omon qolsam like yoki obuna bosib yuborasizlar. Omon qola olmasam do'stlar, like bilan obunani bosasizlar do'stlar. Omon qolsam esa kommentariyga omon qoling iltimos deb yozing iltimoslar. Tak, mana unga qaranglar do'stlar. Granatani loqtiramiz. O'qlarimiz tugadi do'stlar. Shuningdek, tak, mana ularni loqtiramiz. Hozir yonimga kelyapti. Loqtiramiz do'stlar. Sizlar bu videoni ko'rishinglarni istamagan edim, biroq bugun chiqaraman do'stlar bu videoni. Tak, montajga ham ko'p vaqt ketadi. Shuningdek, tak do'stlar, mana bu yerni
Granata olamiz. Yo'q, granata emas. Mana bularni qo'yaylik do'stlar. Ichida baribir o'qi yo'q do'stlar. Shuningdek, kanalimga obuna bo'linglar do'stlar. Tak, sizlarga qiynalib video olyapman. Tak, mana buni ham mana bu yerga qo'yamiz. Tak, mana buni ham bizlarga yegulik kerak. Shuning uchun yeguliklarni olamiz. Olmani hammasini olamiz do'stlar. 9 ta olma bor ekan do'stlar. Tak, olma yeb olamiz do'stlar. Endi mana bu yerdan nima qilamiz hozir? Mana teshikdan hammasi Creeper deb bo'ldi. Mana bu teshikdan umuman hammasi chiqmas edi do'stlar. Creeperni o'ldirish kerak. Hamma Creeperni o'ldirish kerak do'stlar. Tak, mana uni ichida zombilar ko'p do'stlar. Tak, nima qilamiz bilmadim. Hozir hammasini o'ldirib tashlaymiz do'stlar. Tak, mana ozgincha qoldi. Ichida nechta zombi bor ekan bilmadim do'stlar. Hozir sizlarga zombilarni nimasini tashab qo'yaman. Mana bu chetkada turadi do'stlar. Tak, hozir mana rasmini tashladim do'stlar, ko'ringlar. Tak, endi mana bu yerni qolamiz. Hozir hammasini o'ldirib tashlaymiz do'stlar. Do'stlar, qo'tyapti Minecraft. Hammasini o'lganim uchun Minecraft qo'tyapti. FPS bo'yi 120 dan oshgan edi. Xo'p, hozir zombi kelyapti. U haqida gaplashmaymiz do'stlar. Shuningdek, kanalga obuna bo'lamiz do'stlar. Tak. Nima qilamiz? Otmang, bular tushmaydi-ku, aytmoqchi. Mana bu mani baza degan bor-ku, o'shanaqa kamerasi ham bor. Buni otamiz, granata tushadimi bilmayman. Shuningdek, mana ularni hammasini otib tashlaymiz. Ana yerga bittasi ketyapti. O'shaning uchun granata bilan otamiz. Menga qarab kelayotgan edi. Tak do'stlar, menga avtomat kerak. Avtomat bilan otish kerak do'stlar. Granatani hammasini uloqtirib olaylik do'stlar. Tak do'stlar, mana endi menga hech kim yo'q orqada. Tak, bu yerda musorlar ko'payib ketibdi. Shuning uchun nima qilamiz hozir? Mana ularni hammasini otib olaylik do'stlar. Tak. Nima qilamiz? Otamiz, hammasini o'ldiramiz. Shundan keyin do'stlar like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib ketinglar. Sizlarga podpiska bosaman do'stlar. Podpiska emas, obuna bosaman do'stlar sizlarga. Har bitta obunachi uchun bittadan obuna bosib chiqaman. Har bitta obunachi menga obuna bo'lsa do'stlar. Xo'p, endi menga avtomat kerak. Granatani olamiz hozir. Avtomatni ham olamiz do'stlar. Mana bu musorlar nima qilyapti bu yerda? Tak, bularga tegmaymiz. Xo'p, hozircha mana bularni yeb olamiz do'stlar. Jonimiz oz qoldi do'stlar. Boyagi nima edi? Yarimta jon bilan tirik qoldik do'stlar. Shunga ham qoyil granatani ham olamiz do'stlar. Tak, mana bu musorlar nimaga to'lib yotibdi? Ana bu zombilardan tushdimi nima? Musorlarni yig'ib yuradimi ular? Tak, mana sandiqda nima bor? Hech nima yo'q ekan. Bu nimalarni, pistoletni, to'pponchani nimasi? O'qlari, to'pponcha bilan pistolet bir-ku endi. Tak do'stlar, mana bu nimalardan maketlarni olamiz. Bular maket emas, o'zini ana unaqa oladi-ku mana. Mana unaqa bo'lib chiqadi do'stlar. Tak, endi mana ularni hammasini olamiz. Ha do'stlar, rost ekan, mana zombilardan tushyapti, mana musorlar, shuningdek mana. Tak, mana ularni olamiz. Otamiz, zombilar kelyapti menga do'stlar. Shuningdek, kanalimga obuna bo'linglar iltimos do'stlar. Tak. Otamiz. Zombi yo'mayo to'lib yotibdi. Tak, mana do'stlar hammasini yetamiz. Yo'mayo chochilib ketdi. Tak do'stlar, mana. Tak, nima qilamiz? Tak do'stlar, mana uni hammasini otamiz do'stlar. Tak, mana uni o'qi oz qoldi, tepasiga chiqib kichkina mana uni o'ldirib olaylik do'stlar. Xo'p, mana o'ldirdik. Endi do'stlar tepasiga chiqib mana bu yerdan kichkina o'tirib to'g'ramiz do'stlar. Jonimiz to'lgancha do'stlar. Tak, nima qilamiz hozir? Jonimizni to'ldirish uchun olma yeymiz do'stlar. Tak, endi mana bu yerda nima kirkim bormi? Boya tushgandi inventarimga. Tak, hozir ko'ramiz do'stlar. Mana ularni otish kerak. Tak, mana do'stlar bor ekan, endi yaxshi bo'ldi. Endi mana ularni buzamiz. Endi buzganimizdan keyin ichiga granata tashlaymiz do'stlar. Tak. Mana granatani olamiz. Loqtiramiz. Mana moyo porlab ketdi. Xo'p, mana uni ichiga ham loqtiramiz do'stlar. Do'stlar o'lyapti hamma. Mana do'stlar, o'rgimchakni ko'rdinglar, endi kanalimga obuna bo'linglar. Tak, mana do'stlar maketlari yotibdi, hamma o'lganini. Bilmadim qancha bor ichida, boya bilmasdan hammasini nima qilib qo'yibman. Negizim 100 taga qarshi chiqishim kerak edi. Hozir 100 tadan oshiq bu yerda do'stlar. Shuningdek, kanalimga obuna bo'linglar iltimos do'stlar.
Tak, hozir mana bu yerdan qazib, mana bu yerga ham nima qilamiz? Granat tashiymiz hozir. Mana bu avtomatni yangilab kelishim kerak. Tak, mana bu yerdan tushsam bo'ladimi? Hech kim yo'qmi? Aytinglar. Tak. Mana ichkaridan zombilar tiqilib yotibdi do'stlar. Mana ana yerda ko'p ekan do'stlar. Hozir men yo'qmi, mana bu yana kelyaptimi? Granata bilan o'tamiz. Mana u burilibdi. Men bazamga kirgizmayapti-da, bazamga. Umuman kirgizmayapti. Tak, do'stlar, o'tamiz. Kichkinalar hech nima qilmaydi, mana do'stlar, ko'ringlar. Hech nima qilmaydi bular. Tak, katta bo'lsa tishlab boshlaydi. Mana eng kattasi kelyapti. Tez. Qurol olamiz do'stlar. Mana qurol olamiz. Yo'qmi? Kelma. Hozir do'stlar qurol olamiz biz. Qurol bilan otishimiz kerak. Yo, otmaymiz. Zombi kelyapti. Mana chochilib ketdi. Mana. Tak, do'stlar. Xo'p, hozirda mana uni otib tashlaymiz. Mana ichidan mana bunaqalar chiqib keladi. Mana ularni otib tashamasa bo'lmaydi. Bizlarga hujum qilaveradi do'stlar. Xo'p, mana bu yonyapti. Quyosh chiqayotgani uchun do'stlar. Mana endi quyosh botyapti ekan do'stlar. Mana uni ham o'ldirishimiz kerak. Tak, nima bilan o'ldiramiz? Mana bilan o'ldiramiz. O'ldir. Yo-mayo do'stlar, o'lib qoldim. Nima qilamiz endi? Xo'p do'stlar, sizlar bilan bo'lganman. Pixel do'stlar, bugungi video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'linglar. Aytdim sizlarga, o'lib qolsam kanalga obuna bo'lasizlar deb do'stlar.